Ramazon oyida maxsus shafoat paketida umra ziyoratiga borib kelishni xohlaysizmi do'stlar? Inshaalloh Ramazon oyini 8-mart sanasiga Muhammad Rasul domlamiz boshchiligida do'stlar shafoat paketi joriy qilindi. Qanaqa bo'ladi deydigan bo'lsalaring, Madina-i Munavvarada 8 kun, Makka-i Mukarramada 6 kun bo'ladi. Undan tashqari do'stlar Ramazon oyini boshiga do'stlar 17 dan boshlab bu fevralda oxirigacha, ya'ni 28-sanasigacha Toshkentdan har kunlikka reyslar bor ekan, Vodiydan, Namangandan uchmoqchi bo'lganlarga 21-ga bor ekan do'stlar, Farg'onadan uchmoqchi bo'lganlarga 23-ga do'stlar Primoy bordi keldi, saharli ibtolli malakali do'stlar 50 yoshlar boshchiligida umra ziyorati do'stlar Centrum Holidays o'z litsenziyasiga, ya'ni umra litsenziyasiga ega bo'lgan qonuniy firmani do'stlar narx-navolarni yoritib bergani yetib kelganmiz. Boshida aytganimda, agar shafoat paketda borishni xohlasangiz, pastiy nomerga aloqaga chiqing. 8-mart sanasiga qilinyapti ekan do'stlar. 8 kun Madina-i Munavvara, 6 kun Makka-i Mukarrama Muhammad Rasul domlamiz boshchiligida bo'ladi. Xo'p, Ulug'bek aka, birinchi bo'lib aytilaydigani fevral mana oyiga kirgan bo'lsak, Ramazon oyi xudo xolasa 19-sanaga belgilandi. 17dan boshlab turib Toshkentga har kunlikka bor. Agar Namangandan boraman desa 21-ga eng yaqin sana, Farg'onadan 23-ga. Narx-navosi qanaqa aka? Boshidan aytaylik. Xo'p, narx-navosi $1050 dan chiqdi. Narxlarimiz sal qimillab qoldi. Nima desang, o'zi boshida har safar aytdik, o'tgan safar ham joylarni bron qilib olinglar, narxlarimiz oshishi mumkin. Chunki biletlar, ertaga paketlar narxi, Saudiya tarafda mehmonxonalar, oziq-ovqatlarimiz, biletlarimiz asosiy narxlar oshib ketgan hisobiga. Lekin standart paketlarimiz o'zgarishsiz. Paketlarga bonus sifatida qo'shimchalar qo'shganmiz, 50 boshlar xizmatlarini qo'shilgan, lekin qasdan chegirma qilinmagan. Zo'r. Vaqtda do'stlar, bundan oldingi videolarda bron qilib qo'yinglar, narx-navo shunaqa bo'lyapti, oshib ketadi, rosa ta'kidlangan. Hozirgi kunga kelib mana bilet oshganning hisobiga do'stlar $50 dan qo'shilib qoldi. Endi qaysi viloyatdan reyslar bor deganlarga, xudo xolasa 6 viloyat aka. Xudo xolasa 6 viloyatdan, Termizdan, Samarqanddan, Toshkentdan, Farg'ona, Andijondan, Namangandan Primoy bordi keldi biletlarimiz ham Madina Munavvaraga, ham Jidda shahriga qo'yilgan reyslarimiz. Xohlaganiga 3 Xohlagan kuniga deyarli vohidan haftasiga 2 tadan, Toshkentdan deyarli har kuni, Vodiydan deyarli har kuni o'rada ham bo'laveradi. To'g'ri gap yo'q. Hozir gastnitsa masofalar o'zgargan yo'q aka? Yo'q, gastnitsalarimiz xudo xolasa standart paketimizda Madina Munavvarada markazda joylashgan mehmonxonalarda tushadi, 2-3 dolarlarda, Makka Mukarramada 1,5-2 kilometr joylashgan gastnitsalarda tushadi. Piyoda kiraman desa 10 daqiqalik, avtobusda 5 daqiqa, 2 daqiqalik, 5 daqiqalik masofada joylashgan bo'ladi. Endi Ramazon paytida odam ko'pligi hisobiga, avtobus program hisobiga sal cho'zib borishi mumkin. Yeb ichish qanaqa bo'ladi? Saharli, iftorliklar? Xo'p, saharlik, iftorlik, Madina Munavvarada ham saharlik, iftorlik, Makka Mukarramada ham saharlik, iftorlik, o'zbek milliy taomlari beriladi. Saharlikka ham, iftorlikka ham beriladi. Faqat saharlikka, iftorlikka, ibodatga borganda vaqtdan kech qolmasdan kelishlarini aytamiz. Chunki 3 soat ovqatga vaqt ajratilsa, 3 soatdan keyin yig'ishtirib olib ketib qolishadi. Endi uxlab qolinadigan bo'lsa, iloji oshxona bekitgandan keyin do'stlar, yana borganlaringdan keyin olib bera olmaydi. O'shuning uchun akamiz aytmoqchi, o'zini vaqtida iloji boricha kirib, saharliklarni qilib olish kerak. Iftorlikka xudo xolasa hamma ulguydi degan umiddamiz. Xo'p, 50 yoshlar qanaqa inson? Endi 50 yoshni so'rashdan maqsad aka, Ramazon oyida odam ko'p. U joyga borganda o'zimiz jaydari tilda aytganda sal shustriyroq, sal nima deydi, haligi sal o'g'il bola dag'arroq deydi-ku, dag'arroq, cho'rt kesarroq bir 50 yoshlar bo'lmaydigan bo'lsa, ilmi haqiqatda xudo xolasa bo'lish kerak. Odam ko'pligini hisobiga shuncha odamni eplab yurishda o'zi qiyin narsa. Shunaqa, o'shaning uchun maxsus 50 yoshlar tayyorgarlik ko'rsatib Ramazon oyiga ajratilgan. Har birinchi 10 kunligidan boshlab 3-10 kunligigacha har bitta reysda 50 yoshlari billa borib, billa kelib, erta o'sha 14 kun davomida umralarini qildirib berishadi. Agar ziyoratlarga cheklov qo'yilmasa, umrda oshiq ziyoratlari, qo'shimcha sayohatlarni, Sulaymon Rozi masjidlariga ketishga iftorliklar qilib beriladi agar ziyoratlarda, avtobuslarda shirkat tomonidan bekitib bermasa. Bekitib bergan bo'lsa, erta 14 kun davomida Madina Munavvarada ham, Makka Mukarramada ham ibodatlarni qilib, borib kelib, ibodatlarni qilishlari mumkin. Bemalol 50 yosh 14 kun davomida xizmatlarda bo'lishadi. Hozir aka Madina Munavvarada yurilganda payg'ambarimiz ravzalariga xudo xolasa Ramazonda ham to'la to'kis olib kirib chiqiladimi aka? Xudo xolasa shu kungacha yuzimizga orqirib, borgan odamlar deyarli 100% olib kirib chiqqan bo'lsak, bundan keyin ham harakat qilib, Ramazon oyigacha ham 100% olib kirib chiqishga harakat qilamiz. Chunki hamma odamning maqsadi Ramazon oyidan borayotganlar deyarli 70% birinchi marta ketayotganlar bo'ladi.
Ataylar borganga erishib, Madinaga ravzaga kirib 2 rakat namoz o'qib chiqishlari uchun Xudo xolasa harakat qilib olib kirib chiqamiz. Shafoat paketi haqida bitta ma'lumot Xo'p, bering. siz aytib o'tganingizdek, Muhammad Rasul domlamizni 8-mart kuni shafoat paketi qilinyapti. Shafoat paketi Madinada 8 kun bo'ladi, ya'ni 40 farz o'qiladi. U 40 farzni nima masalasi deyilgan bo'lsa, Madinada 40 farz, 5 mahal namozni 8 kun ichida 40 farzini o'qilsa, jannat bashorat qilingan deb aytiladi. O'sha hisobiga, o'sha niyat va umid bilan borib 40 farz o'qiladi. O'sha hisobiga ko'pchilik taklifi bilan Ramazon oyida ham Muhammad Rasul domlamiz boshchiligida o'zi yil bo'yi Muhammad Rasul domlamiz har borganlarida 8 kun Madina Munavvarada, 6 kun Makka mukarramada o'tkazilyapti. Ham oxirgi to'g'ri keladi. Hayitda qadr kechalarini ham Makka mukarramada o'tkazib, işte ibodatlarni qilib, o'qib, qaytib kelishadi xohlasa. O'sha shafoat paketimizni keyin narxlarni so'rayotganlar, narxni aytib o'tamiz. Narxi $1500 dan bo'ladi. Endi shafoat paketi Madina Munavvara 8 kunlik hisobiga o'zlarimda hisoblasa ham 1500 ga o'zi juda ham arzon narx. To'g'ri, chunki do'stlar Madina Munavvarada gostinitsalarda narxi juda qimmat. Ha, gostinitsalar oddiy paketda ketayotganlarda masalan hozir $1050 dan birinchi 10 kilosi, ikkinchi 10 kunligi $1150 dan, uchinchi 10 kunligi $1250 dan. Ham uchinchi 10 kunlikda shafoat paketda ham $1500. Madina Munavvarada 2 kecha 2 kunduz bo'linadi xolos. Unda 8 kecha bo'linadi, 40 farz o'qiladi. Shuni hisobiga olib turib, bemalol telefon qilib joylarni bron qilamiz. Faqat domlamizga 100 ta o'sha paketga joy ajratilgan bo'lsa, sanaqliq 20 tadan sal oshiqroq joyimiz qolgan. Undan joylar bron bo'ldi. Undan bron bo'ldi. Ya'ni do'stlar bu ertaroq bron qilib qo'yasizlar degan umiddamiz. Xo'p, endi Ulug'bek aka, xudo xolasa, reyslar hammasi primoy bordi keldi, bilet aka. Beriladigan narsalardan aytib o'tketing aka. Xo'p, siz so'rayotganingizni yana ta'kidlab o'tib ketay. Biletlarimiz faqat bordi keldi olinadi. 14 kunlik bo'ladigan bo'lsa, misol birinchi kuni o'tkazadigan bo'lsangiz, 14-kuni qaytish bo'ladi. Samolyot buzilib qolmasa, aviakompaniya tomonidan qanaqadir kamchiliklar bo'lmasa, ob-havo, qor, yomg'irgarchilik bir narsa bo'lmasa, o'z vaqtida borib, o'z vaqtida kelasizlar, xudo xolasa. Xo'p, biz firmamiz tomonidan beriladigan narsalarimiz kamzil, so'mka, bejik, o'zimizning logotiplar tushirilgan, Centrum Holding logotiplari tushirilgan, qaytib kelishlaringa 5 litr zamzam suvini firmamiz tomonidan sovg'a qilib beriladi. Bu firma tomonidan beriladigan narsalarimiz. Gap yo'q. Hozir xudo xolasa mana shu pastdagi nomerga aloqaga chiqsa, call center bolalar bundan to'liq ma'lumot berishadi. Chetdan ko'rayotganlar, ota-onamni mana shu yaxshi niyatda shu shafoat paketida jo'nataman deydiganlar, bemalol onlayn dogovor qilib, onlayn shartnoma orqali to'liq o'qisa ham bo'laveradi. Ha, bemalol Telegram orqali zagram pasportini tashlaysiz, qaysi sana bo'yicha qatdan 3 dollar shartnoma dogovorni qilib olasiz, bemalol dogovorni shart tashlab berishadi. Bank orqali, shotdan shot orqali, karta orqali, yo'qsa ofisga kelib naqd ko'rinishda bemalol to'lov qilib ketishlari mumkin. Hozir o'tirgan ofisimiz manzili Farg'ona viloyati, Marg'ilon shahri, Mustaqillik ko'chasida 692-uyda o'tiramiz. Ya'ni mo'ljal temir yo'l vokzalining oldida joylashgan. Bemalol kelib yuzma-yuz ko'rib gaplashib ketishlari ham mumkin bo'ladi. Gap yo'q, zo'r. Xudo xolasa do'stlar, to'liq ma'lumot bo'ldi degan umiddamiz. Yana qanaqangidir qiziqtirgan savol bo'ladigan bo'lsa, pastga nomer joylab ketganmiz. Ekranda turibdi. Akaramizning nomeri. Unda WhatsApp ham bor, Telegram bor. Rossiyadan ko'rayotgan, chetdan ko'rayotganlar internet orqali bog'lansalar bo'laveradi. To'liq ma'lumot bo'lgan bo'lsa, do'stlar, bitta like bilan podpishka qilib, podpiska bosib qo'yinglar. Manfaatli video qilgan bo'lsa, kommentariyaga o'z izohingizni qoldirib keting. Podpiska bo'lib qo'ysangiz, yana bundan keyingi videolarimizni, ma'lumotlarimizdan boxabar bo'lib turasizlar. Biz ham sizlarga to'liq ma'lumot berdik degan umiddamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, kuzatishda davom etinglar. Yangiliklar inshaalloh chiqarib boramiz. Sog' bo'ling.